Yaqında bir juft ayolning an'anaviy Uyg'ur fasonida yasinib, Parij ko'chalarida aylanganligi, ammo ularning havas qilib, savol so'raganlarga o'zlarini Shinjonglik ustidagi tipik Uyg'ur kiyim-kechaklarini bo'lsa, Rungo Shinjong kiyim madaniyati deb tunishtirganligiga doir videolar tarqalgan edi. Bu bir juft ayolning videolarini Xitoy Tashqi ishlar ministerligi bayonotchisi Wang Wenbinning ijtimoiy taratquv supullarida ham bahirlishi bilan Parijdagi bu ko'rinishlarning ostiga Xitoy hukumatining siyosiy tashviqot maqsadlari yoshiringanligi o'ttiriga chiqmoqda. 2 dekabr kuni Xitoy Tashqi ishlar ministerligi bayonotchisi Wang Wenbin bu bir juft ayolning Parijdagi videolarini Facebook qatorliq ijtimoiy taratquv supullarida ham bahirladi. Hamda uningga Shinjongning an'anaviy kiyim-kechaklari Parijda kishilarning diqqatini tortdi deb inkos yozdi. Videodagi ayolning o'zlarini men Shinjonglik, bu Shinjongning kiyimi deb tunishtirayotganligi, bo'libmi bu videolardagi ayolning Xitoy sayohatchilarga alayda yaqinligini ifodalashlari muajiratdagi Uyg'urlar orasida zo'r g'ulg'ul paydo qildi. Ba'zi inkaslarda bu videolarla emas, hatta bu bir juft ayolning tanqidlanib qolmay hamda ularning gumonliq orqa ko'rinishiga savollar qo'yildi. Wang Wenbin atsili yana Xitoyda darajadan tashqari cho'lponga aylantirilgan Dilrabaning Turkiyadagi bir madaniyat almashtirish bayramida atlas ko'nglak kiyib, Uyg'urcha usul o'ynayotgan videolarini o'xshash ham bahrlab, Dilraba Jungo Shinjongning kiyimini kiyib, Shinjongcha usul o'ynab parlamoqda degan inkosni qo'shib tarqatdi. Wang Wenbin azaldan Amerika hukumati va 10 ga yaqin Yevropa ellari parlamentlari e'tirof qilgan Uyg'ur erkiy qirg'inchiligini inkor qilishda, jumladan lager shohidlarini qarlab, ularning guvohliklarini yolg'onga chiqarishda keskin bayonot berib kelgan. Halbuki uning bu navbat tuyuqsizla orqama-orqadan ikki Uyg'ur qizning bu videolarini tarqitishi, Shinjong so'zini qasdan kuchaytirib ishlatib, Uyg'ur so'zini ishlatishdan o'zini qochirganligi, Xitoy hukumati bilan bu videodagi Uyg'urlarning alayda bog'lanishi borligi to'g'riliq gumonlarni o'ttirg'i chiqadi. İjtimoiy taratqulardagi nuqtaliq munozara qilinayotgan temalarda Uyg'ur an'anaviy kiyimlarini kiyib, Parij ko'chalarini tashviqot sahnasiga aylantirayotganlarning bo'lsa, Xitoyning Uyg'ur qirg'inchiligini inkor qilish o'yinida rol olayotgan artistlar ekanligi ilgari surildi. Facebook betida mazkur ayolga qarta inkos yozgan Yevropa Uyg'ur institutidan Dilnur Rayhon xonim mundaq dedi: Xitoy hukumatining Uyg'ur diasporasida ma'lum sondagi Uyg'urlarni ishga selib, o'zining propagandasiga selish va shundaqla shu orqali Uyg'urlar qarshi qilayotgan jinoyatlarni yepish bu xil strategiyasi tunji qitimliq emas. Shu oz sondagi odamlarni Xitoy hukumati hamda ishlatib keldi. Bizga o'xshash jamiyatlarda, diasporalarda bo'ladigan bir ahvol. Normal bo'lmaydigani nima deganda, bizning jamiyatimizda Xitoyga ishlaydigan bu xil odamlarningki jamiyatning tarkibida yetish bo'lmagandek yuralishi. Bu hamda ularning ichida Xitoy hukumati maqitim tashqi ishlar ministrligi maxsus chiqargandek, hamda maxsus e'lon qilgandek odamlar hamda bundan keyin Uyg'ur jamiyatiga erkin aralashib o'tmaydi deb o'ylayman. Ammo Xitoy hukumatiga bevosita yoki vositali holda xizmat qilayotganlarni org'a elish nihoyatda umumyuzlashgan bir ahvol. Meningki ayblaydiganim mana shu. Parijda Uyg'urlar orqali maydonga keltirilayotgan Xitoyning bu tashviqotiga qarshi 4 dekabr kuni Fransiya Uyg'ur birligi tashkiloti maxsus bayonot e'lon qilib, bu Uyg'urlarning qilmishini aybladi. Ular bayonotida Uyg'ur faoliyatchilarining to'xtamay ko'rsatgan fidokorligi, Parijda turayotgan Gulbahor Xotivaji va Gulbahor Jililova qatorliq lager shohidlarining Xitoyning jinoyatlarini fosh qilish tirishchanliklari natijasida Uyg'ur erkiy qirg'inchiligi Fransiya parlamentida e'tirof qilingan va Uyg'ur masalasi borgancha to'nilayotgan bir vaqtda Xitoyning ta'tir tashviqotini qilish uchun Parijda o'tirg'i chiqqan bu Uyg'urlarning Fransiyada yashayotgan Uyg'urlar uchun emas, balki barliq Uyg'urlar uchun tahdid deb jakoladi. Fransiya Uyg'ur birligi hay'ati radiomizga yo'llagan ovozliq inkosida mundaq deb bildirgan: Fransiya shu Yevropa davlatlari ichida Uyg'ur masalasining tarqalishi va yoki qo'llash nisbati eng cho'ng bo'lgan, shundaqla Uyg'ur erkiy qirg'inchilikni e'tirof qilgan bir davlat. Shundaq bir sharoitda bularniki Parijniki nupusi eng zich joylashgan yerlarda faoliyat olib berishi hargiz bir tasodifiylik emas. Oldi bilan biz bir bunga o'xshash munofiqlik harakatini qonunli holda fosh qilamiz. Bu kishilar Xitoy tashqi ishlar ministrligi oshkor chiqargan kishilar bo'lg'achqa, bunday kishilarni biz Fransiyadagi Uyg'urlarning bexatarligiga albatta bir tahdid deb hisoblaymiz. Shu sababdan biz hozir munosib materialni to'playapmiz. Hamda materiallar bitgan biz Fransiyaning bexatarlik o'rnlarining tekshirishini beramiz.
Radiomuzmu Parij ko'chalarida o'zlarini Şinjanlıq deb tashviq qilayotgan bu ayolning kimligi haqida biz ega bo'lgan ma'lumotlarga asoslanganda ular qonunliq ayol bo'lib, erning ismi Murat, Urumchilik Uyg'ur. Fransiyada yashaydi, ammo nima ish qiladiganini noma'lum. Ayolning ismi Dilraba Yusuf. 1992-yili Qarmayda tug'ilib cho'ng bo'lgan. Şinjan universitetida o'qigan. O'quvchi vaqtida modellik bilan shug'ullangan. Murat bilan Qarmayda 2017-yili 1-oyda to'y qilgan. U shu yili 4-oyda o'qish vizasi bilan Germaniyadagi Doyburg Essen universitetiga o'qishga kelgan ekan. Ammo Dilraba Yusuf ijtimoiy taratqularda Uyg'urlarga burunli tunishliq. Chunki bultur mart oylarida ijtimoiy taratqularda Dilraba Yusufning Uyg'urlarga saxta chash o'stirish kampiti setib, og'ir oqibatlarni paydo qilganligiga doir uchurlar keng tarqalgan edi. Bizning Dilraba Yusufning o'zi bilan ko'rishish uchun ko'p qitim qilgan telefonimiz javobsiz qoldi. Ammo Germaniyada Dilrabani yaxshi biladigan bir Uyg'ur ismini oshkorlamaslik sharti bilan u to'g'riliq ma'lumot berdi. Uning deyishicha, Dilraba Yusuf 2019-yildan boshlabla Germaniya mahsulotlarini vatandagi Uyg'urlarga setishga boshlagan. Uning TikTokda 500 mingdan ortiq agashkuchisi bor ekan. Bu agashkuchilarning mutlaq ko'p qismi Uyg'urlar ekan. Ammo radiomuz yuqoridagi inkas qiluvchining uchurlarini o'z oldimizga dalillayolmadik. Xitoy Uyg'urlarga jazo lagerlari siyosatini yurgizayotgan, Uyg'urlarning chet ellarga chiqishi birdek cheklanib qolmayotda, chet elga berib kelganlar tutqun qilinayotgan bir mezgilda Dilrabaning Fransiyadagi Murat bilan to'y qilishi va orqadan bemalol Germaniyaga kelalishi, endilikda tuyuqsiz Uyg'ur milliy kiyimlarini kiygan qiyofatda Şinjanlıq bo'lib maydonga chiqishi Dilrabaning haqiqiy kimligi va Xitoy hukumati bilan bo'lgan munosabat haqida turli gumonlarni paydo qilmoqda. Xitoy hukumati 2016-yildan boshlab Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga qarata irqiy qirg'inchilik siyosatini yo'lga qo'ygandan buyon Uyg'urlarning madaniyatining yo'qotishga uchrayotganligi xalqaro bo'libmi Amerika, Yevropadagi ellarda hukumat va parlamentlarda e'tirof qilingan masaladir. Xalqaroning bisimiga qarshi Xitoy hukumati o'zining Uyg'ur irqiy qirg'inchilik jinoyatini yoshirish uchun Şinjanning hikoyasini yaxshi so'zlash, Jungo hikoyasini yaxshi so'zlashning tashviqotini chet ellarda qanot yaydirayotganligi oshkorlanib kelmoqda. Bu yil sentabrda Xitoy Go'yan axborot ishxonasi bilan Uyg'ur Avtonom rayonlik axborot ishxonasi birlikda Ipak yo'li iqtisod balvig'i davlatlari taratqularni o'rtaq barpo qilish mas'ullari muhokama sinfini tashkillab, Belgiya, Kanada, Germaniya, Eron, Qozog'iston qatorliq 17 davlatdan kelgan 22 taratqu mas'ullarini Uyg'ur diyorida ziyorat qildirgan edi. Hamda ularga Uyg'ur rayonida har millatning tinch, baxtli yashayotganligini ko'rsatish tashviqotlarini o'tirg'i chiqargan edi. Uyg'urlar vaziyati va madaniyati haqida tadqiqotlar olib berayotgan Amerikadagi nopuzliq tadqiqotchilardan doktor Henry Shajayevskiy bu haqda analizni o'tirib qo'yib, mundaq dedi. It's propaganda narrative that things in Xinjiang or in Yaqindan buyon Xitoy hukumatı Uyg'urlarga qaratgan insoniyatga qarshi jinoyatlarni yoshirish uchun Uyg'urlarni ishga solib, Uyg'ur elini ziyorat qilishga bo'ladigan tinish joy deb ko'rsatish tashviqotini kuchaytirdi. Xitoy hukumatı faqat Xitoy ichida va taratqularda tashviqot qilishdan xalqib, navbatda chet ellarga uni eksport qilayotganligini ko'ryapmiz. Parijda maydon kelgan bu tashviqotmi dal shuning bir parchasidir. seeing it exported overseas. It's not just in the Chinese state media. Parijda Uyg'ur an'anaviy kiyimlar bilan olqishlangan Uyg'ur ayolning Xitoy bilan bo'lgan munosabati diqqat qo'zg'ayotgan bir vaqtda Dunyo Uyg'ur qurultayining Berlin ishxonasining direktori G'ayur Qurban Dunyo Uyg'ur qurultayiga vakolatan radiomizga inkas qaytirib mundaq dedi. Növbette dünyadaki 10'dan artıq parlament Uyghur irqi qirg'inchiligini rasmiy e'tirof qildi. Jumladan bo'libmi yaqinqi bir vaqtlarda dunyo miqyosida Uyghur irqi qirg'inchiligi paket bo'lib shakllanganga parallelda Xitoy hokimiyati tashviqot strategiyasini o'zgartib, vatanga o'zi setib olgan bir qism atalmish jurnalistlar, tadqiqotchilarni maxsus opirib nazorat qildi ularni Uyg'urlarninki saxta realligini ko'rsatish, ularninki tili orqali Uyg'ur qirg'inchiligini paydaslashga urinib kelgan mushumi ana shuningga o'xshaydigan qilmishlarninki birisi mana shunda Xitoyga setilgan bir qism gumashlarninki Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini xunuklaştirishni xalqimiz hargiz qabul qilmaydi va kechirmaydi deb o'ylayman.
İlgari Amerika, Avstraliya qatarlıq joylarda o'tkazilgan ba'zi ommaviy bayramlardagi faoliyatlarda Xitoy konsulxonalarining bir qismi Xitoylarni Uyg'urcha kiyindirib, saxta Uyg'ur qilib yasab, Uyg'urlarni do'rab, usul o'ynatqizib, paraddan o'tkazganligidek ko'z bo'yamchiligi pash bo'lib qolgan edi. Әмділікте Қытайның ұйғыр қырғынчылығыны инкар қылыш тәшвиқат стратегиясida chet ellardagi qisman Uyg'urlardan foydalanayotganligi o'xshamagan ellarda pash bo'lmoqda. Parijdagi Dilraba va uning erining qilmishlari pash bo'lishidan ilgari Pokistonda Rohat Abdulla ismli bir pardichi Uyg'ur ayolningmi yaqinda tuyuqsiz Xitoylik cho'lponga aylanib, xuddi Dilrabaga o'xshash atlas ko'nglak Uyg'ur do'ppilarini kiygan holatda Xitoyning Xinjiang hikoyasini yaxshi so'zlash tashviqoti uchun aktiv xizmat qilayotganligini oshkorlagan edik.